Pepsi bilan yangi va o'zgacha taomlarni tatib ko'ring. Pepsi bilan mazaliroq. Bu yürek emas, bu hayat ertak emas, o'zga yor kerak emas, sen turganda. Bu yürek emas, bu hayat ertak emas, o'zga yor kerak emas, sen turganda. To'ladi dunyolar nurga, sen kulganda. Oyga boqarmidim, oyga sen turganda. Men seni aldarmidim, boshqani tanlarmidim, qizlarga qararmidim, sen turganda. Bu yürek emas, bu hayat ertak emas, o'zga yor kerak emas, sen turganda. Bu yürek emas, bu hayat ertak emas, o'zga yor kerak emas, sen turganda. Sen turganda, canım, sen turganda. Sen turganda, canım, sen turganda. Senden ko'ngil üzmasman, ahd qildim qish buzmasman, gulga qo'lim cho'zmasman, sen turganda. Yolg'onlar so'zlamayman, o'zgani ko'zlamayman, baxtimni izlamayman, sen turganda. Bu yürek emas, bu hayat ertak emas, o'zga yor kerak emas, sen turganda. Bu yürek emas, bu hayat ertak emas, o'zga yor kerak emas, sen turganda. Sen turganda, canım, sen turganda. Sen turganda, canım, sen turganda. Güzeller silmesinler, g'amimni yemesinler, beni ya demesinler, sen turganda. Güzeller silmesinler, g'amimni yemesinler, beni ya demesinler, sen turganda. Qo'shiqlar kuylarmidim, jonimni qiylarmidim, boshqani o'ylarmidim, sen turganda. Bu yürek emas, bu hayat ertak emas, o'zga yor kerak emas, sen turganda. Bu yürek emas, bu hayat ertak emas, o'zga yor kerak emas, sen turganda. Sen turganda, canım, sen turganda. Sen turganda, canım, to'ladi dunyolar nurga, sen kulganda. Oyga boqarmidim, sen turganda. Xayrli kech, fayzli oqshom. Avvalambor assalomu alaykum. Navo telekanalida xush kelibsiz loyihasi va bizning bugungi mehmonimiz taniqli xonanda. O'zlaringiz ko'rib turibsiz. Kayfiyatlaringiz. Jaloliddin Ahmadaliyev, xush kelibsiz. Kayfiyatlaringiz. Assalomu alaykum. Bezovta qilib qo'ymadingmi? Bilamiz, siz hozir ancha bandsiz. Konsertga tayyorgarliklar qanday ketyapti Jaloliddin? Xudo xolasa yaxshi. Aha. Yaxshi deganda qanday tushunsak bo'ladi? Tayyorgarlik, umuman qo'shiqlar, dasturlar. Hammasi yangi bo'ladimi yoki Yo'q, yangi emas. Nabarot, bu safar salgina o'zgartirdik. Oldingi hitlarimizdan ko'proq aytib, muxlislarimiz billa shu qo'shiqni ijro qilish uchun, tomoshabin mazza qilish uchun. Shunaqa. Juda yaxshi. Umuman olganda bugun ijodda qanchalik bandsiz? Shu to'y, hasham, repetitsiyadan ortsak shunaqa. Biz bilamizki, ijodiy hamkorlar sizda anchagina.
ko'p. Juda yaxshi ijodkorlarni ishlaysiz. Va bugun ayrimlarni taklif qilgan biza. Endi bir ikkitasini ko'rgansiz, bir ikkitasini hali ko'rmagansiz, chunki biz ularni yashirib qo'yibmiz. Sizga surpriz qilish uchun. Va xush kelibsiz loyihasida shunday odat borki, taniqli san'atkorni chaqirganimizda unga eng yaqin bo'lgan ijodkorlarni taklif qilishga harakat qilamiz. Va mana shunday ijodkorlardan biri bugun bizning studiyamiz mehmoni klipmeyker Shuhrat Mavlonov. Marhamat Shuhrat. O'ylaymanki bugun suhbatimiz qizg'in bo'ladi. Ayrim sirlarni ochishga harakat qilamiz. Kliplarni qanchaga olasiz, necha kunda olasiz, klip jarayoniga. Shuhratbek, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, tinchmisiz? Marhamat. Shuhratbek, joylashib oling. Bemalol uyda o'tirganda mana issiq choy. Shuhratni ishlash sizga qanchalik oson yoki qiyin? Akam bilan yaxshi. Yo siz injiqmisiz? Yo'q. Akam bilan yaxshi kulib ishlaymiz, akam ham. Shuhrat, ishlash qanchalik? Har bir san'atkorning o'ziga yarasha injiqlik tomonlari bor. U aniq bu. Spo bo'lib ko'ringan san'atkorda ham injiqlik bor. Jaloliddinda qanday bu masala bo'yicha? Jaloliddin bilan bunaqa. Menda yo'q aka. Bunaqa nimaga duch kelmaganmiz. Kliplari juda syomka jarayonlarini yaxshi o'tgan. Nima deydi? Va omadli bo'lgan. Shundan xursandmiz. Juda yaxshi. Kliplar jarayoniga o'zingiz qanchalik aralashasiz Jaloliddin? G'oyasiga, ba'zilarida taklif qilish san'atkorlarni ichiga qanchalik aralashasiz? Aktyorlardami? Aktyorlarga, umuman g'oyasiga, klip g'oyasini odatda o'zingiz berishga harakat qilasizmi yoki rejissyorni o'ziga tashlab qo'yasizmi? Yo'q, bunaqa bas. Qanaqa? Misol uchun aytsa, mana bu yerda bunaqa qilaylik, bunaqa qilyapmiz desa, endi qo'limizdan kelgancha endi tushunmasam ham endi juda bularchalik tushunmasam ham. Lekin sal-pal bo'lsa ham aytaman-da, bunaqa qilaylik deymiz-da. Yaxshi. Bugun yana bir ijodkorni taklif qilgan biz. U inson ham sizga juda yaqin. Vaholanki u inson ham sizga juda ko'p chiroyli narsalar tasvirga olib bergan. U ham Shuhratning hamkasbi klipmeyker Ikrom Ali. Marhamat Ikrom Ali. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum akam. Qachon ko'rishdingiz Ikrom Ali bilan? Ikrom aka bilan oxirgi klip qaysi klipda oldik aka? Yugurganligimiz buyurganligida. Demak, bir oydan o'tibdi. Yo'q, o'tdi, ancha 2 oycha bo'ldi aka. 2 oycha bo'ldi. Juda yaxshi. Jaloliddin yana bir insonni taklif qilgan biz. U inson bilan ham ishlaysiz. Aynan poytaxtga kelganingizda bevosita sizni o'sha ijodingizni xalqqa ko'rsatadigan birgalikda. Qancha bo'lsa kerakmiz? Bilmadim endi, asabingizga tegadi, siz ham uni asabiga tegasiz toki o'sha 5 kun, 10 kun davomida bir-birlaringizdan qutulmaguncha. Rejissyor Bahodir marhamat Bahodir aka. Mana shu ekan. Ana. Tongotar Bahodir Tongotar. Bahodir aka xush kelibsiz. Mana shu to'shadingiz ekan. Qidirib yuruvdilarmi? Qochib yuruvdinglarmi bir-birlaringizdan? Bahodir aka marhamat joylashib oling. Ikrom Ali, siz birinchi marta emassiz, mezbonsiz. Mana issiq choy bemalol. Hozir ko'rib turganingizdan bularni qanchalik xursandsiz yoki xafasiz? Yo'q, bular meni haligi nima deydi? Shu Jalol Ahmadali bo'lishimga hissa qo'shgan odamlardan, sababchi bo'lganlardan. Bular hammalari. Hammalari. Ikrom aka, Shuhrat aka, Bahodir aka, endi har konsertda akam bilan jiqqa beron bo'lasiz. Yo'q. Ha. Umuman akam вообще boshqa. Jim yurarlar. Aziz tomoshabinlar, bugun xush kelibsiz loyihasi juda issiq bo'ladi. Sababi 200% jonli ijro bugun. Shunaqa. Va Jaloliddin bilan dastur boshlanishidan oldin yangi qo'shiqlarni aytamizda bir dastur qiluvdi, lekin Jaloliddin bir qarorga keldi. Nasriddin aka imkoni boricha hit qo'shiqlarni aytaylik va tomoshabinlarimiz mazza qilsin, to'g'rimi? Demak, hozir yana kuylash navbatini sizga beramiz, keyin suhbatni davom etamiz. Marhamat. Nega yerga boqasan yoki uyalasan, yuragimni yoqasan, yomandek kuyalasan. Nega yerga boqasan yoki uyalasan, yuragimni yoqasan, yomandek kuyalasan. Chaqirsam gul bag'imga, otilib quchog'imga, chaqirsam
quchog'imga nur guli chirog'imga go'zalim qolasan umr qolasan go'zalim qolasan umr qolasan agar kelsang janona seni derman yagona sen ham bo'lib parvona bir mendek kuyalasan agar kelsang janona seni derman yagona sen ham bo'lib parvona bir mendek kuyalasan chaqirsam gul bag'imga otilib quchog'imga chaqirsam gul bag'imga otilib quchog'imga nur bo'lib chirog'imga go'zalim qolasan umr qolasan go'zalim qolasan umr qolasan hali sen bir gul g'uncha seni derman o'lguncha 18ga to'lguncha bir meni kutolasan hali sen bir gul g'uncha seni derman o'lguncha 18ga to'lguncha bir meni kutolasan chaqirsam gul bag'imga otilib quchog'imga chaqirsam gul bag'imga otilib quchog'imga nur bo'lib chirog'imga go'zalim qolasan umr qolasan go'zalim qolasan umr qolasan umr qolasan umr qolasan umr qolasan umr qolasan umr qolasan chaqirsam hozir juda chiroyli qo'shiq ijro etildi. Aynan bu qo'shiqni premyerasi Yangi yil oqshomida bo'lgan edi Navoiy telekanalida. Shuhrat akam olgan. Shuhrat akam olgandi va adashmasam bugun Shuhrat o'zini maqtab post qo'ydi, 10 million bo'ldi deb, to'g'rimi? Jaloliddin, aytingchi, umuman bugun kun bo'lganlar ham bor aytdi. yo endi oyi kamda, shuning uchun bugun maqtab qo'yibdi, 10 million qilib. Suhbat kelishlarni qo'yib qo'ydi-da, Nasrin akam ko'rsin deb. Umuman olganda bugun ijodkorlar o'zini qo'yayotgan mahsulini kuzatishga harakat qilasiz. Siz qanchalik YouTube'da kuzatasiz? Qancha tomoshabin o'zingizda, kliplaringizda? Endi kuzatib turaman. Aha. Hamma qatori. Hamma qatori. Siz uchun muhimmi? Qancha tomoshabin ko'rgani? Hada. Muhimda. Pul tushadi undan. Hozir bugun kungacha YouTube'da eng ko'p ko'rilgan qo'shig'ingiz 3 yil oldin qo'yilgan ekan, 19 yil. 234 million tomoshabin ko'ribdi. 19 yilda. 19 yil. Ikkinchi o'rinda Kel degan klipingiz turibdi. 148 million tomoshabin ko'ribdi. Uchinchi o'rinda Etmasmida klipingiz 2 yil ichida 133 million tomoshabin ko'ribdi. Hali Shuhratga uzoq, ha? Yo'q, Shuhrat akamniki indamaygina bor bitta. ya'ni necha edi? 100 milliondan oshgan ekan. Indamaygina. Indamaygina. Bahodir aka, xush kelibsiz. Bugungi kunda shuni guvohi bo'layapmanki, ilgari Xalqlar do'stligi saroyidagi sahnalar juda bezak boy bo'lardi. Bu yil nimagadir xonandalar bu trenddan qochyapti. Buni sababi nima, Bahodir aka? Ortiqcha hashamatlik qilmayapti sahnani. O'sha joylariga muxlislar e'tibor beradi. Lekin dekoratsiya hali butunlay yuvib ketdi degani emas. Hamma san'atkor o'zini xohlagan rangini xohlashi mumkin. O'shandan kelib chiqib, lekin repertuarga qarab turib, har bitta ashulaga, misol 24 ta ashula bo'lsa, 24 tasiga 24 xil mavzuda grafikalar tayyorlanishi shart. Ularning hammasini asosiy
muallifi o'zlari shunaqa bo'lishni xohlaydi. Ijodingizni kuzataman. Mana shu ko'rsatuv kelishidan oldin ancha o'rganishga harakat qildim. So'zga katta e'tibor berar ekansiz. Bu nimadan dalolat? Bugun hamma san'atkor ham so'zga uncha kuchli e'tibor bermaydi. Shunchaki ohangi sho'x bo'lsa, iloji boricha shunchaki so'z ham yozib qo'yadi. So'zga e'tiborlik bo'lishingiz. O'sha ko'p joylarda aytganman, dadamlar uyda, men o'zi amakim ham hofiz bo'lishgan, katta hofiz bo'lishgan. Ular eshitib yurgan ashulalar biz eshitib katta bo'lganmiz. Ustoz san'atkor. Ustoz san'atkorlar. To'g'ri, endi zamonaviy qo'shiqlar ham eshitganmiz ba'zida. Lekin asosiy tinglanadigan qo'shiqlar uyimizda shu ustoz san'atkorlar qo'shig'i bo'lgan. Ustoz Sherali Jo'rayev, Xurshid Rasulov, Rustam Voipovlar aytganman buni. Shularda endi o'rgansangiz o'zi E'tibor beradi. zo'r narsalar kelib chiqadi-da, To'g'ri. yuragida jizillaydigan narsalar kelib chiqadi-da. Jaloliddin, bir narsani tan olish kerak, siz aynan YouTube platformasi orqali ancha tanildingiz va mashhur bo'ldingiz. Televideniya orqali emas, to'g'rimi? Va biz bilamizki, juda qiyinchiliklar bilan sahnaga chiqdingiz. To'g'rimi? O'zingiz mehnatingiz bilan zarbalar bo'ldi, og'ir kunlar bo'ldi. Yo'q, baribir qaysidir ma'noda sizga hech kim mana senga studiya, mana senga pul deb sizga bermadi-da. Mana shu ma'noda savol bermoqchimanki, o'sha damlaringizda, o'sha boshqa joyda ishlaganingizda, boshqa yurtda ishlaganingizda, hozir mana shu ijodingiz davom etayotgan paytda o'sha kunlarni qanchalik eslaysiz? Eslab turasizmi? Eslayman, har doim eslayman. Men har bitta esimda qolgan narsalarim ham bor, hattoki o'sha ish davrimda shu paytgacha bo'lgan. Hattoki mashinamda dadamga birinchi marta o'zim usta bo'lganimdan keyin tikib bergan to'pilmam bor. Aha, olib yuraman. hozirgacha. Ha. Basanochka deydi, basanochka olib yuraman. Mashinamda ko'rtiraman. Eski o'sha davrni eslab o'tirish uchun, Shunaqa. to'g'rimi? Ha. Qoyilman. Olib yuraman. Keyin o'zim uyimda o'sha paytda olgan santexnikani ishlatadigan dazmoli bor, perforatori bor, Qurollar, qaychilari bor, hammasi bor. turadi. Shundaycha. Voz kechmaysiz. Yo'q. Eslab turasiz. Ikromali, xush kelibsiz siz ham. Assalomu alaykum. Birinchi marta bu yerda mehmon emassiz. 10 ga yaqin kliplarni shaxsan o'zingiz olgansiz. Mazmunli, ma'noli qilib. Qanchalik aralashadi Jaloliddin klip jarayoniga? Sizda ham o'ziga yarasha injiq tomonlaringiz bor-ku, bilaman-ku. Injiq to'g'risida. Iloji boricha hech kim yaqinlashtirmaslikka harakat qiladi, o'zim hal qilaman deydi hamma narsani. Jaloliddin bilan ishlash mazza. O'sha Yetmasmida klipida ham juda ko'p charchatib yordim, trek etayotgan. Birinchi klip bo'lgan-a, Yetmasmida. Chiroylisan birinchi klip. Birinchisi chiroyli. Chiroylisan. Keyingisi Yetmasmida, undan keyin Yetar, keyin Bevafo dil, Ra'no, adashmayotgan bo'lsam, oxirgisi yugurganlik emas, buyurganlik. Undan bitta oldin ham nimadir bor edi, eslayapman. Ko'p ijod qildik. Yetmasmida klipida ko'p trek ettirdim. Shunda ana backstage kamerasiga qarab, juda ham ko'p trek ettiryapsiz-da, duet bo'ldi. Ungacha men haligi klip mekerlar bilan ishlayman-ku. Ular unaqa qilmaydi-da. Ular oson ish. Yo'q, qiladi. Sizni qiynamaydi ular. O'zim xohlamayman, xuddi akam baribir qattiq turib, stroyni qilib baribir olishardi-da. O'shanda o'zi akam bilan ishlagan odam o'zi oyog'i 2 kun o'zi qaltirab yuradi o'zi. Endi jonlidek ko'rinsin, Yetmasmidini klipini ko'rsangiz, trekida haqiqatan jonli. O'shanga yarasha ammo nima ham bo'ladi. Shunaqa ko'rayotgan Natija bo'ladi. Natija bo'ladi. Keling, xo'sh, Yetmasmini eshitaylik. Chunki tomoshabinlar kutib o'tiribdi mana shu qo'shiqni. Jami azorlaring yetmasmi deya umrim uvalsaye ketmasmi deya yetmasmi deya yetmasmi deya bergan azorlaring yetmasmi deya muhtasham ko'nglimning mehrobi eding amanatlarmiding amanatmiding unut diye alding kechiring deding vidalar anımı vidalar anı ruyu ruhsaringa terminib qaldim yalg'on va'dalarga ishonib qaldim nafat bugün so'nggi xatingni oldin vidalar animi vidalar animi
vidalar anı, vidalar anı. Cemi azarların yetmez mi diye, umrum var saye, ketmez mi diye, yetmez mi diye, yetmez mi diye, birken azarların yetmez mi diye, cemi azarların yetmez mi diye, umrum var saye, ketmez mi diye, yetmez mi diye, yetmez mi diye, birken azarları yetmez mi diye. İzimde nice yar, işten adadır, derdime bir senin vaslin devadır. İzimde nice yar, işten adadır, derdime bir senin vaslin devadır. Aşığın sen diye naşüt kedadır, vidalar anımı, vidalar anımı. Cemi azarları yetmez mi diye, umrum var saye, ketmez mi diye, yetmez mi diye, yetmez mi diye, birgen azarları yetmez mi diye, cemi azarları yetmez mi diye, umrum alsa ye, ketmez mi diye, yetmez mi diye, yetmez mi diye, bergen azarları yetmez mi diye. Yürek, yüreğim geçer, muzlatıp gitti. Süyegim geçer, nur atıp gitti. Yürek, yüreğim geçer, muzlatıp gitti. Süyegim geçer, nur atıp gitti. Beni şu halatta tüketip gitti. Kaytma, kaytma. Cemi azarların yetmez mi diye, umrum var zaye, ketmez mi diye, yetmez mi diye, yetmez mi diye, birgen azarları yetmez mi diye, birgen azarları yetmez mi diye. Kliplaringizni kuzataman. Haqiqatdan dard. O'zi boshimdan o'tmagan bo'lsa ham, Aha. shu bir 3 ta qo'shig'im bor o'zim. Aha. Shu yig'laganman haqiqatdan mana shu she'rlarga. Qolganlariga endi metinda yig'i kelishi mumkin. Keldimi, o'sha uni aytsangiz zo'r narsa bo'lib chiqaveradi-da. Qo'shiq tanlashda nimalarga ahamiyat berasiz? Yo sizga tavsiya qiladigan bastakorlar, ijrochilar o'zingiz tanlaysiz, o'zingiz she'rni ham, matnni ham. Ko'nglingizga yoqsa qo'shiq qilasiz, muallifini topasiz. Albatta, Yoqmasa qilmaysiz. Yo'q. Qilishdan oldin mana shuni qo'shiq qilishdan oldin qanchalik o'zingiz taxmin qila olasiz, hit bo'ladi yoki bo'lmaydi? Yo'q, taxmin qilib bo'lmaydi. Aha. Hozir taxmin qilib bo'lmaydi. Chunki hozir
nima deydi haligi sun'iy intellekt degan narsa chiqib ketdi. U вообще dahshat narsalar qilib tashlayapti u. Endi ovoz diapazoni ham dahshat, aranjirovka ham dahshat, zo'r narsalar qilib tashlayapti. Lekin ular to'yga aytib bo'lmaydi albatta, baribir. To'g'ri, ular kela olmaydi. Yo'q, kela olmaydilar to'yga. Baribir o'zim boraman deydi. O'shanda taxmin qilib bo'lmaydi-da hozir. Oldin lekin taxmin qilsa bo'lardi. Misol uchun o'zingizga yoqqan narsa bir Instagram sahifangizga 1 daqiqaligini qo'ysangiz, u zo'r olib ketsa, alanga olib ketsa, o'sha hamma yoq trend bo'lib ketib, hamma videoga olgandan keyin, ha, demak, buni klip olishim kerak, zo'r narsa chiqar ekanman. Demak, sizda taktika yo'li shunaqa, to'g'rimi? Birinchi qo'shiqni aylantirasiz, qanchalik tomoshabin qabul qilsa, keyin klipga boshlaysiz jarayonni. Shunaqa edi, oldin. Endi hozir o'zi bor qo'shiqlar. Kliplar ko'p ekan. 50-60 ta hech qaysi yaxshi qo'shiqlarim bor. Bugun uch darajada klip olmaydi. Misol uchun, men o'zim shaxsan, misol uchun, Yulduz Usmonovani eng ko'p klip oladigan xonanda deb hisoblasam, Jaloliddinning kliplari ham ancha ekan, to'g'risi, qisqa vaqt ichida. Bekorchimisiz, shunchalik olib tashlayverasiz. Yo, bilan ishi yo'qmi? Yo'q, ish qilaman o'zi aslida. Bilan ishi yo'qmi? O'zi vodiyda yashaymiz, Qo'qonda. Klip kunini belgilanadi. Belgilangandan keyin kelamiz, ertasiga o'zi xizmatimiz bor. Kelamiz, tushasiz, ketasiz. Ketamiz, ha. O'shanda ham Toshkentga yaqinroq joyda xizmat bo'lsa, ana shunaqa yurishimiz. Kimdan chiqadi birinchi taklif? Qo'shiqni eshitib qolsanglar, sizlar qo'ng'iroq qilasizmi yoki Jaloliddin o'zi qo'ng'iroq qiladimi? Sizlarga o'sha demo variantini tashlab, eshitib ko'ringlar, nima taklif berasizlar deb. Shu ikkalamizni odamga aytib ketaylik. Bu yerda Jaloliddinning Toshkentda menejeri bor, Shohruh degan ukamiz. O'sha Shohruh birinchi qo'shig'iga Shuhrat akamga ham, menga ham olib keladi. O'sha eshitib ko'ringlar deb, keyin shu klip olaylik deb, shu Shohruh tashabbusi bilan bo'ladi ko'pincha. Tanishtirgan ham Shohruh o'zi. Shu menejerlar. Media sohasida, men kliplar masalasida va ularni YouTube o'sha platformalarga joylash masalasida shu mana Ikromjon aytib o'tdi, Shohruh degan o'sha ukamiz bor. Shunaqa odam kerak albatta. U ikkita uchta u ayniqsa ikkita uchta qo'shiq olib keladi, bir olib kelganda. Tavsiya qilasizlarga, qaysi biriga to'xtalamiz? Lekin yaxshisini eshittirmay o'tiradi, lekin bunisi ham bor. Nima uchun? Buni sababi nima? Bilmayman, keyin eshitib qolsam, keyin Shohruh yanada yaxshirog'i bormi deb so'rayman. Sizlar ham narxni dodasini aytsanglar kerak-da. Yo'q, narx emas. Biz to'g'rimi Jaloliddin? Jaloliddin bilan ijod tarafdorimiz. Masalan, talashasizmi, talashmaysizmi? To'g'risini ayting. Yo'q, umuman talashmaganman hech qachon. Pul haqida Jaloliddin bilan gaplashib ham ko'rmaganmiz. Kim bilan menejer bilan gaplashasizlarmi? Albatta. Qancha? Umuman olmaymiz pul. Sizlarmi? Voy, ikkalasi chiroyli qarab turib, chiroyli ko'zlarimiz, umuman pul olmaymiz dedi. Pulni Jaloliddinni olmaymiz demoqchi. Shohruh berib keladi. Yo'q, bizga muhimi qo'shig'i yoqadi. Hamma qo'shig'i nima deydi? Chiroyli qo'shiqlari, dard. Bugun xonandalar uchun klip kerakmi, qanchalik? Bugun rivojlangan, texnika rivojlangan. Albatta kerak, albatta kerak. Ko'pchilik san'atkorlarda klip nima kerak deydi? Hech kim ko'rmaydi-ku deydi. O'shaning uchun ham u bir o'tgan sonida ham aytganimdek, o'shaning uchun ham ashulalarni yashash vaqti qisqarib ketib qoldi-da. Qanchalik klipingiz bo'lsa, kattaroq ashulaligi bilinib turadi va mana hozir bu yerda o'tirishimizga ham, yig'ilishimizga ham sabab baribir klip olingan qo'shiqlar-ku. O'shaning uchun klip olgan yaxshi. Jaloliddinning shu odati yaxshi-da, klip har doim qo'shig'ini klip bilan chiqaradi. Qanchalik dadangizdan tanbeh eshitasiz? Dadam tanbeh berishmaydi, duo qilishadi faqat. Duo qilishadi. Yo'q, baribir qaysi tur hadi boshingizni silamasalar kerak, to'g'rimi? Tanbehlari ham unaqangi zardali. Bitta qarab qo'ysalar tushunsangiz kerak. Yo'q, unaqa emas. Hali chiroyli, spokойно gapirib tushuntirishadi-da. Yomon holatda emas hech qachon. Dadangizni xafa qilgan paytlaringiz bo'lganmi, Jaloliddin? Bo'lgan, endi gap qaytarib qo'yganmiz, endi yoshlik qilib bir paytlar. San'atga qadam qo'ymasdan oldinmi? Endi ba'zida qachon bo'lsa ham endi bilmadim, hozir rostman esimga kelmaydi. O'zim xafa qilib qo'yganimni bilmay qolaman. Ayam ham, dadamni ham. Onam ham birga hozir ko'rib o'tirishibdi. Ikkalalarini ham bir ba'zida xafa qilib qo'yishim mumkin. Endi meniki og'irroq tegib ketadi. Sal gapman ularga. Shuning uchun ularga qanchalik vaqt ajratasiz? Ijoddan tashqari. Har kuni. Har kuni kelib duolarni olib chiqib ketaman. Xizmatga chiqsam, kelsam qaytib yana kiraman. Keling, hozir ayni daqiqada bizni ko'rayotgan ota-onalarga atalgan bitta chiroyli qo'shiq taqdim etsangiz. Marhamat. Men qo'shiq nima deydi? Shu paytgacha otalar to'g'risida juda ham ko'p qo'shiq qilganman, tayyorlaganman. Ba'zi bir san'atkorlarga ham tayyorlab berganman ichida. Lekin o'zimni shu dadamning soyasi degan ashulalardan boshqasini nima deydi? Tan olmaysiz. Tan olaman. Shundan boshqa bir ashula, zo'r ashula qila olmadim.
Nima uchun? Bilmadim, men shashil yoqadi o'zimga. Necha yil bo'ldi qo'shiq yaratilganiga? 4 yil, 3 yil bo'lib qoldi shekilli. Adashmasam. Aytmoqchimanki, shunga o'xshaganini qila olmadim shu paytgacha. Xo'sh, shuni eshitamizmi? Eshitamiz. Marhamat. Turibman ko'ksim kirib g'urur taqoyasida yuribman davrim surib dadamni soyasida qaddi tuk bir qoyaman dadamni soyasida men badavlat bolaman dadamni soyasida qaddi tik bir qoyaman dadamni soyasida men badavlat bolaman dadamni soyasida quvonchlardan taxtim bor shamollarday shaftim bor shahzodadek baxtim bor dadamni soyasida g'amlaringni qo'y hayot tashvishlaring menga yot boshim samo ko'nglim shod dadamni soyasida g'amlaringni qo'y hayot tashvishlaring menga yot boshim samo ko'nglim shod dadamni soyasida dadamni soyasida dadamni soyasida yuribman davrim surib dadamni soyasida dadamni soyasida dadamni soyasida yuribman erkak bo'lib dadamni soyasida G'animlarim qattiyoy boshimda parvona oy o'tgan kunim bazm to'y dadamni soyasida yorug' nurashon tunim chiqmagay dardu unim nomardga qolmas kunim dadamni soyasida tirikligi davlatim osh pishirar savlatim onam mening jannatim dadamni soyasida dushmanga xor bo'lmadim do'stlarga zor bo'lmadim yashadim hech so'nmadim dadamni soyasida dadamni soyasida dadamni soyasida yuribman davrim surib dadamni soyasida ey dadamni soyasida dadamni soyasida yuribman erkak bo'lib dadamni soyasida qaddi tik bir qoyaman dadamni soyasida men badavlat bolaman otamni soyasida Rahmat. Barcha otajonlarimiz sog' va salomat bo'lishsin. Hamisha farzandlarning orqasidan quvnab, xursand bo'laversinlar. Bahodir aka, sizga savol bermoqchiman konsertga oid. Bugun tomoshabin ko'proq jonli ijroni xohlayaptimi yoki baribir o'sha fonogrammani? Nima deb o'ylaysiz? Tomoshabinning talabi bugun ko'proq nimaga? Bugungi kunda tomoshabinlar ko'proq jonli ijroni tushunib yetyapti o'sha. Asta-sekinlik bilan. Asta-sekinlik bilan. Chunki tomoshabinlar ham mana bu sun'iy intellektdagi hozir yuqorida aytib o'tgan nimalardan ham o'zi charchadi. Ular u ashulalarni umri juda qisqa, uni hamma biladi uni. Lekin Jaloliddinni ko'rsamas ish qilib har bitta ashulasini ma'nosi bor. Bizlarda ustozlarimiz aytardi, lekin 1% talant, 99% harakat, mehnat. Shunaqa mehnat qilib bular o'sha har bitta ashulani so'zini ustida ham ishlaydi bular. To'g'ri. Keyin yana bitta xususiyatini aytaman bularni. Jaloliddinni 2022-yilda meni ham o'sha hozir yodimga tushib ketdi. Dadamning yubileyini qilayotgan vaqtimda xizmatlar bilan bo'lib borolmay qoldi. Jonli qilib
gitarada o'zlari o'sha mana shu Tabriklaganlar. ashulalarni birinchi ular hali endi boshlagan hit bo'lgan vaqtida shuni ham yo'lini topdi bular. Hammani bir ko'nglini olishga bir harakat qiladigan inson. Keyin yana bitta tarafi hozir konsert bo'yicha gapirdingiz. Drujbada konsert bergan vaqtida san'atkorda xarakteriga ham bog'liq. Aha. Injiq san'atkor bo'lsa, konsert uncha o'xshamaydi. U jonli bo'lsa ham, fonogramma bo'lsa ham, o'sha har bitta san'atkorni o'zini mehnatidan, harakatidan, xarakteridan. Lekin hozirgi kunda Xudoga shukr, jonli ijroga talab juda katta. Biletlar sotilganmi? Biletlar endi topib bo'lmayapti. Hisob kitobini olasizmi, olmaysizmi Jaloliddin? Yo, bu siz O'zimizga yarasha u asnob daraja qolamiz. qiziqtirib, siz faqat ijod bilan bandmisiz? Bizni mana Tashkiliy tomondan uncha tashkilotchi aralashmaydi. bor Aha. konsertda. Har doim shuni gapirib charchab ketganman-da. Sizning biletling qimmat deyishadi-da. Yo'q. Lekin uni aytaman, o'ziga yarasha meni xarajati bor. 5 yilga shu shartnoma qilinadi Aha. tashkilotchi bilan. O'sha tashkilotchi o'zi grafik bilan biletlarning narxini belgilab beradi. Belgilab beradi, to'g'ri. Belgilab berib kassaga, aytikitga, etga-betga qo'yadi. Unda meni aloqam yo'q-da. Men kelib, xuddiki u to'y qilyapti, to'yga kelib bir ro'yga bergandayman. Xizmatni qilib ketaman. 2,5 soat, 3 soat xizmatni qilaman, ketaman. Ketaman. Faqatgina shu dekoratsiyalar, Chiroq, ovoz, ba'zi narsalardan ishlantirish, o'zimdan ular sozandalarim bilan boraman. Shu o'tkazaman, qaytaman. Shuni aytmoqchiman, biletlar endi hozir endi kam qolgan bo'lsa kerak, sotilib bo'lgan bo'lsa ham kerak. Bu sozandalar sizni doimiy sozandalaringiz. Albatta. To'yga ham, konsertga ham Boshlangandan bir ijodingiz boshlangandan biri boshlanganmi Yo'q. bular yoki yangilari bormi orasida? aqdamadan yig'ilgan endi. Yig'ilgan, aha. Lekin konsertda ishlaydigan Kelishi- sozandalar shular. Ha. O'sha birinchi konsertimizda o'zi tanishib turib, akamlar bilan Xurshid aka tanishib turib, shundan keyin bizga o't ketishgan. Aha. O'zimizlar tortib olganmiz. Bizga o'ting deb majburlab. Shu bilan akam qolib ketishgan. Endi Xurshid aka mana bunisi Xurshid aka mana. Bag'da ham shunaqa qilganmiz. Konsertga olib turib, keyin o'zlashtirib olaverganmiz-da keyin. Bularga qanchalik baqirasiz yoki Ya bilmasam. hammasi jim o'tiribdi. Kulishidan ma'lum bo'ldi, mayli, qolgan davom Yo'q, ettirmaydi. endi hammani o'zini xarakteri bor. Aha. O'shanday ba'zida endi gapiraveraman. Konsert paytida jonli, baribir bu jonli. Fonogramma bo'lsa bilinmaydi. O'tib ketishingiz mumkin. Jonli paytida sluhi yaxshi bo'lgan ijodkor, xonanda noto'g'ri chalib qolganini sezishi mumkin. Mana shunaqa paytda sezganingizda e'tibor berasizmi yoki e'tibor bermasdan konsert tugagandan so'ng gaplashasizmi? Yo teskariga bitta o'girib qarab qo'yasizmi chiroyli? Ha, bunday qilaman, ko'zim tunday qarayman. Kimdir xato ketyaptir deb O'zlari tushunib oladi. Yo'q, o'zi men xato ketib turgan bo'laman o'shanda, Aha. o'zi aslida. Bular to'g'ri chopib turgan bo'ladi. Qoyilman. Endi umuman olganda bugun boshqa ijodkorlarni kuzatganingizda ularning yo'nalishi sizga yaqin emasligini bilasiz, to'g'rimi? Trendda nimaligini bilasizmi bugun trendda? Trendga qarab yurasizmi yoki baribir ko'nglingiz, dilingiz istagan qo'shiqni ijro qilasizmi? Bugun tomoshabin nima xohlasa o'shani berishga harakat qilasizmi yoki quloq, yuragingizga quloq solasizmi? Ha, shunaqa. Menga farqi yo'q. Aha. Misol uchun qaysidir payt haligi hindlarda bor-ku, mana kuni to'y qilish kerak ekan, bu kunga shu to'g'ri kelar ekan, yulduz to'g'ri kelar ekan, deydi-yu. Munajjim bashorat degandek. Bunaqa narsa yo'q bizda. Aha. Shanba kuni chiqaramiz. Doimda ko'proq qo'shig'imizni. Boshqa kuni ham chiqarsak bo'laveradi, lekin shanba kuni chiqaramiz. Agar mabodogi shanbaga Nevo musiq band bo'lsa, o'zim kanalimdan bo'lsa ham chiqaraveraman. Aha, kutib o'tirmaysiz. Yo'q. Jahl Bo'lsa qilmaydimi bo'lmasa Nevoni xo'jayini? Trenddagi Yo'q, nimaga? qo'shiqchi klipini premyera qilayotgan bo'lsa ham Jaloliddin tavakkal qilib shu kuni Farqi yo'q. Ikkovi Farqi bitta pameh bo'lib qolami bir-biriga. qo'ymaydi deyishadi. Bir ana ular ham trendda deydi. Jaloliddinga farqi yo'q. Hozir o'zingiz gap ochdingiz. Klip tayyor bo'ldi. Deyarli hamma narsa bo'yaldi, boshqa narsa qilindi. Yuborganingizdan so'ng to'g'rilashga to'g'ri kelgan kliplar bo'lganmi? Qaytgan kliplar? Jaloliddin bilan bo'lmagan. Jaloliddin Ha, bilan. Chunki oldin bar qaytarishga maslahat harakat qilamiz. qilasizmi? Ko'rib rozi bo'lasizmi Jaloliddin? Yo'q, ba'zilarida rangini yo'masa anaqasini aytaman. Ko'rinishini. Ha, Aha. ko'rinishini. Bizda bo'lmagan. Ha. Lekin bitta anaqa bor, bir kun Bevafo dil degan klipini qo'shig'iga klip g'oyasini aytgandimda, unga tayyorgarlik qilyapmiz. Joylarni ko'rgani, klip uchun olinadigan lokatsiyalarni ko'rgani ketyapman, qo'shig'i eshitib ketyapman, shu vibe'da bor edi.
eshitib ketayotganimda umuman boshqa g'oya kelyapti, ertasiga klip olinishi kerak. Aha. Klip g'oya etilgan Jaloliddinga bo'lmasa. Yo'q, o'sha boshqa g'oya kelyapti-da. To'xta deyapman. O'shani qilmasam bo'lmaydi deyapman. Jaloliddinga ham aytmasdan o'sha klipni olib, Jaloliddin bilmaydi voqea nima bo'layotganini olib, chunki boshqa klip kutib turibdi-da. Klip tayyor bo'lib tashlaganimdan keyin Jaloliddin o'sha klip yoqqan, ikkinchi qismini ham olaylik deydi va o'ziga eng yoqqan klipi bir 3 tasi bo'lsa, bittasi shu bo'lib qoldi. Ijro etilgan qo'shiqlari, siz tomonidan olingan kliplari birortasi sizni ham yig'latganmi? Ochiq oydin. Ha. Qaysi biri? Uni tan olaman. Chiroylisan o'zi birinchi kelganda o'sha hozir eshitsam ham yig'laveraman. Chunki o'zimdagi hayotimga yaqinroq mavzuda klip olinganda. Shuning uchun juda u qo'shiqni eshitsam hali ham titrayman. Zo'r qo'shiq. Haqiqatan katta qo'shiq u. Men uchun hozir yetmasmidini ko'rilish soni ko'p bo'lishi mumkin, lekin men uchun balandda chiroylisan turadi, bu boshqacha. Siz nima deb o'ylaysiz? Siz o'zingiz qaysi klipida, qaysi ijroda yig'lagansiz ko'proq? Klipda bilmadim, lekin men o'zi eng yaxshi ko'rgan ashularim o'zimning qo'shiqlarim. Shu Bevafo dilni yaxshi ko'raman. Aha. Nimagaki buni Sirdaryolik G'ulomjon Nurmat degan shoir yozishgan so'zini. Yaqinda to'ylariga ham bordikda. Borganimizda qo'shiqda ichida ko'changizga kirmay qo'yganman degan joyi bor-da. Jumla bor. Jumla bor. Ha. Keyin so'radim. O'sha ko'cha qayerda dedim. Qiziqdi. Butun omma, ha, endi to'yga kelganlar ham bor, o'zi to'y qilyapti ekan o'zi. Endi bola chaqali bo'lib o'g'liga to'y qilyapti, adashmasam aka. Qayerda desam, bemalol mana nari ko'cha deyapti. Nari ko'chada. O'shandan keyin borib ko'rdingiz. Borib ko'rmadim, o'sha haqiqatan o'sha ko'chani ko'rib keldik-da. O'sha qo'shiqning ichidagi ko'cha, o'sha orqa tomondagi ko'cha ekan, shu yerda ko'rib kelganmiz. Hozir Bevafo dilni eshitaylik, Jaloliddin. Sizga yor aytilgan kundan ishqa qalbdan qabr o'yganman. Kechibsizdek baxti butundan ko'changizga kirmay qo'yganman. Ko'ksimga dod to'ldirgan o'sha halim telba bo'ldirgan o'sha ilk ishqimni o'ldirgan o'sha ko'changizga kirmay qo'ygan bevafodir bevafo yor bevafo bu dunyo bevafodir ekan bevafo yor ekan bevafo asli bu dunyo bevafodir bevafo yor bevafo bu dunyo bevafodir ekan bevafo yor ekan bevafo asli bu dunyo. Tunlar kezib paylarim talgan yoshlik davrim zar yig'lab qolgan boshimga ming balolar solgan ko'changizga kirmay qo'yganman yoz demay qishni demay qish kezganim rost vaslingiz tashvish qarichiga qadamim tanish ko'changizga kirmay qo'yganman unutganman lek yodimdasiz qishloqdagi eng chiroyli qiz mendan yodgor qolgan qancha iz ko'changizga kirmay qo'yganman bevafo bevafo yor bevafo bu dunyo bevafodir ekan
bevafo yor ekan, bevafo asli bu dunyo. Bevafodir, bevafo yor, bevafo asli bu dunyo. Bevafodir ekan, bevafo yor ekan, bevafo asli bu dunyo. Sizga ular kuylangan kunda alamlarim bir ko'nganman. Yurak xafa bo'lsa ham bundan ko'changizga kirmay qo'yganman. Shunaqa. Qoyilman. Bolam taqdiri nima bo'ldi deb achinsangiz bo'lgan holatda. Bechara endi jinni bo'lib qolaveradi-da, qarang. O'zingiz ham qiynalganmisiz ijroda, klipda? Yo'q, klipda qiynalmaganman. Ijroda yaxshi ko'raman shuni. Shu ashulani yaxshi ko'raman. Klip kuni mashinangizni baloni nimadir bo'lib, buzilib, oldimga yetib kelguncha. Ha, u klip jarayonidagimi? Ha, kelguncha 5 soat, 6 soat mashina buzilib qoldi. Shunaqa Trek yetib kelguncha. Qayerda tomoshabinni sizni juda yaxshi ko'radi? O'zbekiston bo'yichami? O'zbekiston bo'yicha. Ana O'zbekiston bo'yicha. viloyatma-viloyat, regionma-region bo'lsa agar, qaysi Andijon. viloyat? Andijon. Andijon Ha, yaxshi ko'radi. Yaxshi ko'radi juda. Aha. Muxlislarimiz. Muxlislarimiz ko'p Andijon. O'zi hammasi ham yaxshi ko'radi. Andijon Shinavanda. Ijtimoiy Juda. tarmoqda qanchalik faolsiz? Qanday Yo, javob berib turasizmi, yo e'tibor bermaysizmi? berib turaman? Berib Kuzatasizmi ijtimoiy tarmoqda? Siz haqingizda chiqayotgan lavhalar, har xil jurnalistlarni turaman. Yaxshilariga javob berish mumkin, yomonlarga e'tibor bermayman. salbiy izohlar qanchalik Yo'q. ta'sir qiladi? E'tibor bermaysizmi? Yo'q, beraman endi e'tibor berib nima qilay endi. Sabr. O'tib ketasizmi? Ha. Jim yurgan yutadi baribir. Men bitta klipingizga alohida to'xtalib o'tmoqchiman. Chunki bu insonni biz ham yaxshi bilardik. Biz ham bir paytda ishlaganmizda, milliy telekanalda ishlaganimizda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, kino va teatr aktrisasi Oyshaxon Jo'rayeva sizning klipingizda tushgan Oysha ekanlar. buvi. Joylari jannatda bo'lsin. Afsus 24-mart sanasida vafot etdilar. Yolg'on dunyo. Shu meni oxirgi klipimda o'ynab berishdi. Adashmasam. Shundan keyin mazalari bo'lmadi. Bu kishiga shaxsan o'zingiz chiqdingizmi yo kimdir tavsiya qildimi sizga? Bu Oysha buvini qo'qonlik deb o'ylamasdim. Aha. Toshkentda haligi qilishsa kerak, ijod qilishsa kerak. Ijodkor deb o'ylagansiz. o'ylardim-da. Aha. Keyin haligi klip mekerimiz Nusrat aka borlar. Shu inson keyin shetdalar agar mabodo bu roliga deyishdi. Zo'r bo'lar ekan. O'zingiz o'ynagansiz. Ha, o'zim o'ynaganman. Keyin bo'lmadimi? Yo'q, endi bo'ldi qiyin. Qiyin ekan o'zi aktyorlarga ham. Aktyorlarga ham qiyin ekan. Ya'ni ikkita bo'lib o'ynagan joyimiz qiynadi ozgina. Aha. Bitta joyga to'xtab turish kerak ekan. Ha. To'xtab turgandan To'g'ri kelish uchun kadrlar. Shunaqa ekan, chiziq to'g'ri kelish kerak ekan. Juda qiyin ekan ular. Shu ayol haqida fikringizni bilmoqchi edim. Qancha? Juda ham yaxshi inson ekanlar. Uyda ozgina mehmon qildik, o'zimni uyimda olib kirib. U klip jarayonida boshingizni qo'yib turasiz. Nimaga? Chizalariga Aha. deyishdida endi. Bu boshni qo'yib o'sha buvim o'zimni rahmatli buvim bor bo'lardilar. Shu go'daligimizdan bizni shu buvim katta qilishgandida. Shu eslab kino solib o'tirishardi desam, boshim uqalab o'tirishibdi. Nimada ham? Klip jarayonida ham. Hozir navbat yana chiroyli qo'shiqqa beramiz, so'ngra suhbatimizni davom ettiramiz. Marhamat. Xohlagan qo'shiqni o'zingiz ijro qiling. Qaysi qo'shiqni aytib beraylik? Qaysi qo'shiqni aytib beraylik? So'raylar. Mana Xalqlar do'stligi saroyini birinchi qatorda tomoshabinlar o'tiribdi. Men aytay. Marhamat. Keyin shu Shuhrat akam olgan kliplarini, keyin undan keyin shu klip haqida so'raysiz ham bo'ladi. Biz ham bir yashasak maylimi degan qo'shiqlari Marhamat. o'tgan yil juda ommalashib ketdi. Ketdik. Yüzüngizni burvarmang, boyvachchalik qilvarmang, halimizdan kulvarmang. Shunday o'tib ketmasmiz. Biz piyoda, siz otda, biz g'amda, siz rohatda. Nelar bo'lmas hayotda. Shunday o'tib ketmasmiz. Orzu dilda yo'q. Gerçi hazır yetmezsiniz, Xudo ko'rib turibdi. Shunday o'tib ketmasmiz.
Yüzüngizni bir vermeng, boyvachchalik qilvermang, halimizdan kulvermang. Shunday o'tib ketmasmiz. Biz piyoda, siz otda, biz g'amda, siz rohatda. Nelar bo'lmas hayotda, shunday o'tib ketmasmiz. Qahrga botgan akam, kibrdan totgan akam, qo'lini tortgan akam, shunday o'tib ketmasmiz. Qahrga botgan akam, kibrdan totgan akam, qo'lini tortgan akam, shunday o'tib ketmasmiz. Xudo bersa hech gapmas, bir kunda yo bir nafas, g'iybatimni qiling bas, shunday o'tib ketmasmiz. Tunda bedor ko'zlarim, birov ilmas so'zlarim, do'stligi yo'q do'stlarim, shunday o'tib ketmasmiz. Dunyodan qaytganim bor, nafsimni yutganim bor, Allohga aytganim bor, shunday o'tib ketmasmiz. Qahrga botgan akam, kibrdan totgan akam, qo'lini tortgan akam, shunday o'tib ketmasmiz. Qahrga botgan akam, kibrdan totgan akam, qo'lini tortgan akam, shunday o'tib ketmasmiz. Do'st osmonda yurasiz, Anvardan yuz burasiz, omon bo'lsa ko'rasiz, shunday o'tib ketmasmiz. Yüzüngizni burvermang, boyvachchalik qilvermang, holimizdan kulvermang, shunday o'tib ketmasmiz. Boqqanda menda ko'ngling borligi sezdirib qo'yasan indamaygina, nigohlaring ochar, ko'zlaring sir sevdirib qo'yasan indamaygina. Boqqanda menda ko'ngling borligi sezdirib qo'yasan indamaygina, nigohlaring ochar, ko'zlaring sir sevdirib qo'yasan indamaygina. Dona dona tashlab qadamlaring, yashirma gel qashu qalamlaring, borsam qovoq uyib alamlaring, o'ldirib qo'yasan indamaygina. Dona dona tashlab qadamlaring, yashirma gel qashu qalamlaring, borsam qovoq uyib alamlaring, o'ldirib qo'yasan indamaygina. Makru jadu pardozlaring ay, gulum kimlar uchun bu nazlaring ay, buncha makru jadu pardozlaring ay, bunchalik qiynamay razlaring ay, o'ldirib qo'yasan indamaygina, bunchalik qiynamay razlaring ay, o'ldirib qo'yasan indamaygina. Dona dona tashlab qadamlaringni, yashirma gel qashu qalamlaring, borsam qovoq uyib alamlaring, o'ldirib qo'yasan indamaygina. Dona dona tashlab qadamlaringni,
qo'yasan indamaygina. Holating yuzingdan ko'zingdan ayar, aytgan har bir achchiq so'zingdan ayar. Holating yuzingdan ko'zingdan ayar, aytgan har bir achchiq so'zingdan ayar. Ko'rinmay qolsan, izlaysan har yon, sog'inib qo'yasan indamaygina. Ko'rinmay qolsan, izlaysan har yon, sog'inib qo'yasan indamaygina. Dona dona tashlab qadamlaring, yashirmagil qoshu qalamlaring. Borsam qolar uyib alamlaringni, bildirib qo'yasan indamaygina. Sezdirib qo'yasan indamaygina. Hozir juda bir chiroyli sho'x qo'shiq bo'ldi, lekin xonandalar borki, ko'proq yo sho'xga yo dardli qo'shiqlarga e'tiroz kuchli bo'ladi. Sizga qaysi biri? Yo farqi yo'qmi uni ham? Ko'nglingiz ko'proq dardli qo'shiqni xohlab qoladimi ijro qilishga yoki sho'x qo'shiqlarnimi? Dardli qo'shiqlar ko'proq. Sho'x qo'shiq? Yo'q, sho'x qo'shiq ham aytaveraman. Dardligi, men sho'x qo'shiqlar ichida ham ko'pini ichida haligi shunaqa kir ketib qoladi dard. Uni ichiga ham kiradi dard. Chunki Tohir aka mahkam ustoz san'atkordi. Qo'shiqlarni sho'xmi, og'irmi, hammasida bor. Hammasida bitta noligan dardlar bor ichida. O'shanda shu insonni olganimiz kerakda biz ham bilmayman. Ichiga baribir bitta tiqib ketiladi. Insonni hayoti davomida oq va qora ranglar bo'ladi. Misol uchun hamisha ham bayram bo'lmaydi hayotida. Og'ir kunlar bo'ladi, qiyinchilik kunlar bo'ladi. Va biz bilamizki, hamma narsa yaxshi bo'lganda insonda atrofida odamlar ko'p bo'ladi. Boshiga kulfat tushganda odamlar tarqalishni boshlaydi. Hozir ayni kunlarda, ayni daqiqalarda va bugungi kunda atrofimda samimiy insonlarim ko'p deb ayta olasizmi? Agar o'sha payt bilan taqqoslasangiz, qiynalgan paytlaringizda. Ko'p. Hozir ko'p. Yaqin insonlarimiz ko'p. Endi ba'zilari endi o'zini boshini o'zi yeb ketganlari ham bor. O'rniga yangi kelganlari ham bor endi. Hayot davomida ko'raveramiz endi. Munosabatlaringiz buzilsa, lekin hayotda men shu narsani bildim, shu manfaati yo'lida foydalangan insonlar ko'p ekan. Bir insondan o'zingiz guvoh manfaati, bo'ldim. Juda ko'p bo'ldim. O'z manfaati yo'lida, faqat shu manfaati yo'lida foydalangan insonlar ko'p ekan, bor ekan. Endi shunaqalar ko'rdimda, endi o'zimga uchragani uchun bildim. Bu hamma ba'zi anaqalarda gapirsa ko'rmagani uchun baribir bilmaysiz ekanda. To'g'ri. O'zingiz bilmagingiz uchun. Kimlardir gapirsa, haligi bizga e'tibor qilasiz. Erish tuyulardi u narsalar. Hayotda ko'rganingizdan keyin. Munosabatlaringiz buzilsa, aloqalar ilgaridek bo'ladimi yoki biroz uzoqlashishga harakat qilasizmi? Bo'lmaydi. Vaqti uzoqlashib ketaman. Uzoqlashib ketasiz. Xarakteri shunaqa. Siz injiqmisiz hayotda? Yo'q. Injiq emasman. Bo'ldimi? Bo'ldi. Bo'lmadimi? Bo'lmadi. Qanchalik xarakteri? Endi sizlar ko'p ishlaysizlar-ku, mana maydonda syomka olish maydonida birga bo'lasizlar. Men Jalol bilan bunaqa narsaga duch kelmaganman. Jaloldim bilan masalan injiqligi yo boshqa narsasi, lekin menga nimasi yoqqan o'shani bu shunday o'tib ketmasmiz degan qo'shiqda asosiy g'oyani Jaloldan o'zi berganda menga. Aytgan bu endi menga juda ham yaqin voqea bu deb o'shanda aytib berganda bu narsa biz uchun ham yaxshi. Nimagaki u xonanda qo'shiq yaratgandan keyin o'sha klipmeyker bilan, rejissyor bilan o'zini fikrlarini, o'zini nima deydi, o'sha taassurotlarini, nima voqea xohlashlarini aytsa, bu bizga ham qanaqadir bir ilhom beradi bu narsa. O'sha kliplarda, men ishlagan kliplarimda Jaloliddin bilan nima deydi, bunaqa injiqliklarga yoki bir qanaqadir bir konfliktlarga duch kelmaganmiz. Navorot oson bo'lgan. Aka, mana shunaqa to'g'rimi? Talabchanligi bor, to'g'ri. Chunki bizada ham mas'uliyat bor buni oldida, Jaloliddinning oldida. Nimagaki
Biz ham xohlaymiz qo'shiq, klip qo'shiq yaxshi chiqqan, klipda yaxshi qilishdi. Xohlaymiz, nima deydi, o'sha prosmotrlar, o'sha ko'ruvchilar soni million bo'lsa, biz xursand bo'lamiz, nima deydi. Biz uchun shu. Masalan, Ikrom uchun ham, men uchun ham agar qancha million ko'p ko'rilsa, tomoshabin ko'rsa, biz bu narsadan juda xursand bo'lamiz. mazza qiladi. Ya'ni shunchaki ish qilinmadi. Shunaqa, biz faqat endi pulni olib ishini qilib beraylik emasda. Natija ham bo'lishi. Natija, birinchi navbatda biz uchun natija. Yaxshi. Bir klipingizni boshida boshlanishda shunday so'zlar yozilgan. Xonandaning qisman hayotidan olingan real voqea. Qaysi birida yozilgan, eslay olasizmi? Biz ham bir ishlasak maylimadi. Aha. Qaysi jihatlari olingan aynan? O'zingizda boshingizdan o'tgan narsani olib chiqishga harakat qilganmisiz? Yarmi shu Yarmi. shu oxirida ham qo'yib yuborilgan-ku, sahna ochilib Jaloliddin Ahmadaliyev deb boshlanib ketgan. Oxirida. Ko'p joylari endi bitta aytsam g'alati bo'lsa kerak. Boshga tushgan narsalar ko'p bo'lgan endi ichida. O'zimiz mana shuncha san'atkor bilan ishlaymiz, shuncha ko'p qo'shiq eshitamiz. Lekin masalan Jaloliddinni qo'shig'ini eshitganda bu albatta Eng asosiysi bor. Ketamiz. Hozir to'g'risi o'sha dadamni soyasida qo'shig'ini aytdim, men juda ham ta'sirlanib ketdim. Endi dadam o'tib ketganlar, endi nima deydi? Ichiga qo'shiqlarni eshitgan odam shu kirib ketib qoladi-da ichiga, bilmayman. Balki o'zi ijroni Qo'shiq aytayotganda ishontira oladi-da. Ha, mana shu. Yana bitta eng asosiy narsa, men Jaloliddin Ahmadaliyevga klip olishimdan oldin juda ko'plab trend xonandalarga klip olganman-da. Juda hit, juda katta xizmat ko'rsatgan xalq artisti yoki yoshlar ichida trend hammasi bilan ishlab Zo'r ijrochilarga. Ha, zo'r ijrochilarga ham, lekin Jaloliddinga birinchi chiroyli sanab o'tganimizda Jaloliddin Ahmadaliyev klipini olamiz, men jamoaga aytasiz, bu kimga aytasiz, tayyorlanasiz. Jaloliddinga olasizmi deydi. O'sha payt endi men bunaqa darajaligini bilmas edim-da. Rostdan, Jaloliddinga ham xursand bo'lib ketyapti ishlayotgan jamoa ham, joy gaplashilgan lokatsiyalarni xo'jayinlari ham, boshqalar nimagadir hamma xursand. Keyin qarasam haqiqatdan xalq yaxshi ko'rar ekan Jaloliddinni. Qo'shiq qildingiz. Qo'shiq qildingiz, uni xalqqa taqdim qildingiz. Vaqtingiz bo'lganda, o'zingiz zerikkaningizda, o'zingiz qanchalik eshitasiz? Eshitavermayman. Eshitasiz. Qoyilman, birinchi san'atkorni o'zidan eshityapman. Ko'pchilik men eshitmayman deydi. Ko'pchilik men eshitmayman deydi. Jaloliddinning ovozi me'daga tegmaydigan ovozda, maza qilib eshitasiz. O'zini ham maza qilib eshitadi. Yo'q, maza qilib eshitaman. Haligi oldingi qo'shiqlarni bitta kontrol qilib eshitib yuramizda. Analiz qilasiz. Yo'q, juda ham analiz ham bas endi. Hozirgi holatga qanaqangi ikkovi bahslashiladi. Hozirgi chiqib turgan qo'shiqlarim bilan u oldingilari. O'zi 6 yil oldin, 5 yil oldingi qo'shiqlar bilan hozirgini ancha farqi bor-da. To'g'ri. O'zgargan. O'zgaradi. She'rlar ham o'zgaradi, ijro o'zgaradi, musiqa o'zgaradi. Shunday. Misol uchun 2022-yilda ishlab turgan shoirlarim bo'ladigan bo'lsa, 2025 ga kelib, 26 ga kelib boshqa shoirlarda shoirlarning pozitsiyasi bor-da o'zi. Shoir tanlaysizmi yo sizga muhim emasmi shoir taniqli bo'lishi yoki taniqli bo'lmasligi? She'rni o'zingiz topasizmi yo kimdir olib keladimi sizga? Kitob varaqlaysizmi? Albatta. Qidirib. Taniqli bo'lish shart emas. Taniqli bo'lish shart emas. She'r zo'r bo'lsa o'zi qo'shiq qilasiz. O'zi bitta jizillaydi yurak. Kechagina bitta nimada uyda studiyamizda repetitsiya jarayonida bitta qo'shiq qildik-da. Uni oldin bitta o'qidim she'rini. Zo'rda, bahor yomg'irlari yog'aloq bo'ldi. Bahor yomg'irlari yog'aloq bo'ldi. Bir sevgimga mingta to'g'anoq bo'ldi. Nima edi keyin? Mingta to'g'anoq bo'ldi. Musiqa ham tug'ildi. Shan, jichchagina. Qo'shiq bilan aytmasangiz eski kelmayapti. Marhamat. Zo'r. Ko'rish kerak. Bahor yomg'irlari yog'aloq bo'ldi. Bir sevgimga mingta to'g'anoq bo'ldi. Yigit g'ururimni toptagan qizning bolasi bir shirin qizaloq bo'ldi. Yigit g'ururimni toptagan qizning bolasi bir shirin qizaloq bo'ldi. Eshitdik hamma gap o'zida debmish.
to'g'ri aybdormiz 30ga yetmish. Arazlari ishning beliga tepmish. Nozlari yuzimga shapaloq bo'ldi. Arazlari ishning beliga tepmish. Nozlari yuzimga shapaloq bo'ldi. Bahor yomg'irlari seni eslatar. Bahor yomg'irlari seni eslatar. Shunaqa. Qoyil vaqti. she'ralik yozishgan Aha. so'zini. Va oxirgi paytda mana shu ijodkorning she'riga juda ko'p murojaat qilyapsiz. Facebook Kreativ- sahifasida kuzataman-da. Kreativ yondashadigan Aha. odamda bu. So'zlarni yaxshi tuzishadi aka. Aha. Demak, She'r sizga taniqli beradi. bo'lish shart emas. She'r yoqsa qo'shiq qilasiz. Albatta. Mana hozir mana she'rni nima deb o'ylaysiz? Zo'r. Sifatini. Gap yo'q. Yaxshimi? Necha kunda tayyor bo'ldi qo'shiq? Aylanib kelib turib uradda nima deydi ekan oxirida degan kulminatsiya nuqtasi bo'ladi hammasi. Kutadi tomon. So'z Muxlis. oxirida. Shunaqa. Qo'shiq yaratgansiz. Bir necha qo'shiqlar, lekin qaysidir ma'noda ko'nglingizga yoqmagan, bir chekkada yotgan qo'shiqlar, ijrolar bormi? Ko'nglimga Unga yoqmagan- qayta murojaat qilasizmi yoki umuman e'tibor bermaysizmi? Ko'nglimga yoqmagan emas, yoqqani bor. Qolib ketgan lekin. Aha. Endi bu yil konsertda xudo xolasa aytmoqchimiz. Ey gul degan ashulam bor edi. Bu ham G'ulomjon Normat So'zlari. Sirdaryolik Mhm. shoirimizni so'zlari. U 4 yil bo'ldi, 5 yil oldingi yozilgan. Va unga murojaat qilasiz qayta. Yo'q, o'sha qo'shiqqa yana boshqa talab sal yana ham Boyitib. shunaqa bordik. Yaxshi qo'shiq edi. Zo'r. Hozir kuylash navbatingizga beramiz, marhamat. Xohlagan qo'shiqni aytib bering. Tomoshabinlar kutib o'tiribdi. Qaylardasiz birinchi sevgim, ko'ksimda cho'g' so'nmay kelyapti. Gapim olmas bu qaysar ko'nglim, boshqa qizga ko'nmay kelyapti. Tomog'imni yirtgudek bo'zlar o'tib ketdi qancha gap so'zlar. Yig'layverib qizargan ko'zlar boshqa qizga ko'nmay kelyapti. Ey gul, tikaningdan parcha bo'ldi. Ey gul, sog'inyapti hamon ko'ngil. Ey gul, tikaningdan parcha bo'ldim. Ey gul, unutdingmi yoki o'tgan? Kaftimda bor kaftingiz izi, bug'doy rangli yuzlar qirmizi. Kaftimda bor kaftingiz izi, bug'doy rangli yuzlar qirmizi. Shu qishloqning eng go'zal qizi boshqa qizga ko'nmay kelyapti. Bitti yoshlik, ketdik har tomon, ishqimizdan olmadi zamon. Oylar ketdi, yil ketdi hamon, boshqa qizga ko'nmay kelyapti. Ey gul, tikaningdan parcha bo'ldim. Ey gul, sog'inyapti hamon ko'ngil. Ey gul, tikaningdan parcha bo'ldim. Ey gul, unutdingmi yoki o'tgan?
Sizsiz qaldim ko'zlarimdanam 30 ko'klam bo'ldi to'yga ham Sizsiz qaldim ko'zlarimdanam 30 ko'klam bo'ldi to'yga ham O'sha to'yda ichganmi qasam Boshqa qizga ko'nmay kelyapti O'sha to'yda ichganmi qasam Boshqa qizga ko'nmay kelyapti Ey gul, tikaningdan parcha budil Ey gul, sog'inyapti hamon ko'ngil Ey gul, tikaningdan parcha budil Ey gul, unutdingmi yoki butkul Ey gul, tikaningdan parcha budil Ey gul, sog'inyapti hamon ko'ngil Ey gul, tikaningdan parcha budil Ey gul, unutdingmi yoki butkul Qayerdasiz birinchi sevgilim Bir paytda ijro etilib Nimaga chiqarilmagan shunday qo'shiq? ikkita klip maker turibdi qarang hozir endi qaysi biriga berasiz? Talashamiz. Birga ham oboraveramiz. Qanday qilib? Konsertdan oldin yana klip chiqarish rejada bormi yoki birdan konsertga kirib ketasizmi? Tayyorgarlik ko'rib, bor ha? Ha, xudo xolasa Janon degan ashulamiz chiqadi, xudo xolasa yaqinda nasib bo'lsa. Uni ham bir daqiqaligini qo'yib qo'yganmiz anaqaga. Kecha Xudoyim meni eshitdim. Yangi qo'shiq qilibsiz yana. Ha, U ham zo'r ekanligi. Shohruh Anvar aka. Shohruh sizga qo'shiq tashlaydi. kelib qo'yib beradi. Aha. Chunki maslahatlashishni yaxshi ko'radi. Qanchalik g'oya tezda tug'iladi? Jaloliddinnikida so'z kuchli-ku, juda tez tug'iladi. Umuman qiynalmaymiz Jaloliddin ashularida. O'zlari bilan Ra'no klipini ham birgalikda maslahatlashib qilganmizda. Shu o'rtasini, yoshlik davrini bilmasdilar-yu, lekin aravakash bo'lib o'sha qarli davrini g'oyasini Jaloliddin o'zi berganda menga. O'sha klip Ra'noni. Bugun har bir ijodkor o'ziga yarasha injiq. Bu bor narsa. Siz ham bilasiz. Kimnidir o'zimiz ham injiqmiz. endi sizlar gapirmasa ham bo'ladi-yu. Sizlar bitkazishlaringiz qiyin klipda. Ya bizniki bir tez. oy va'da berasiz, 2 oy cho'ziladi. Sizda shunaqa jarayonlar bo'lganmi? Biz 3 kunlik, bir haftalik. Bir haftada Qancha cho'zilgan, qaysi bir klipingiz va'dasidan o'tib ketgan? Yo'q, o'tmagan. Aha. Ularda o'tmagan akamlarning. Shu darajada. Yo'q, ali rost, yolg'on deydi. Aha. O'tmagan haqiqatan. Ra'no klipi darhaqiqat juda zo'r ijodkorlarni yiqqasi. Umuman olganda o'sha Shohruh o'ynagan klip ham deyarli aktyor, aktrisalar birinchi raqamli desa bo'ladi. Ijodkorlarni taklif qilayotganingizda bugun o'sha suratga tushishga rozilik bergan san'atkorlar qanchalik savol beradi, ijrochi kim deb yoki qo'shiqni tashlab berasizmi ularga? Yo'q, albatta qo'shiqni ham tashlab beramiz, ssenariyni tashlab beramiz. Birinchi navbatda xonandani o'zini so'rashadi barcha aktyorlar. Ijrochi kim? Kim xonanda deydi. Jaloliddin Ahmadaliyev desa, tabiiyki, endi hozir bu sahnada bo'lganimiz uchun emas, birdaniga rozi bo'lishadi. Chunki bilishadi professional san'atkor, professional xonanda, ijrochi bilishadi professionalligini. O'shaning uchun professional aktyor, aktrisalarimiz juda ham xohlaydi ijro qilishni bunaqa kliplarda. Shunga mana Ra'no klipida ham O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Uchqun aka Tillayev va Ra'no opam Zokirova ijro qilishgan. Albatta, ikkalovlik ham xizmat ko'rsatgan aktyorlar. Eng asosiysi Uchqun akamni bunaqa obrazda hech kim olib chiqmagan, har doim boy, mafiya, shunaqa rollarni o'ynaydilar-yu, boylarni, qo'rqinchli insonlarni ko'p o'ynaydi. Uchqunni o'ynatdingiz. Uchqun akamni endi aravakash qilib qo'ydik, bir o'zim xijolat bo'laman. Xizmatda Uzr aka gapingizni xizmatda ko'rishib oldik ekanmilar. Uchqun aka, Uchqun Tillayev bilan. Keyin men so'radim, aka, xafa bo'lmadingizmi? Ishqilib shunaqangi rol berganimizga shu narsa bo'lish kerak edi axir bunda desam. Javob. Nimaga aktyormiz, shunga rozi bo'lish, shu sohani talaganmiz.
O'zim maza qildim uni o'ynab. Juda maza Inson qildilar. oyoq tagiga ham qarab, har doim tepada bo'lavermaydi-ku. To'g'ri. Chiroyli gapirishdi. Eng partnyorlarni qo'yganmiz Ra'no opam bilan. Qarang, qo'shig'i nomi ham Ra'no, klipda ham Ra'no Zokirova. Ra'no opam bilan Uchqun aka ham turibdi. Endi bir-birligiga bor-ku, xonandalarda bo'ladi, freestyle bir-biriga tashlashadi. Tandem. Ha, shu yo'q, ani bahsga o'xshagan Bahs, narsa-da. Endi u Battle. ikkalasi ijroda battle bo'lyapti. Bu yerda ani Ra'no opam qaltirab shunaqa yig'layaptilar, ani o'g'li mashinani oldiga olib keladigan sahnasida. Bu yoqda Uchqun aka shunaqa vizgilab beryaptilar. Bu yerda monitor oldida biz qiynalyapmiz. Shunaqa zo'r ijro qilganlar. Nechta dubldan olasiz mana shu ko'rishlarni, Endi qarashlarni? Ra'no opam bilan Uchqun akamda bitta dublda chiqaveradi. Qiynalmaysiz. Ya, ular o'ta kuchli. Professional. U juda kuchli. Men hozir dasturimiz boshlangandan bir narsaga e'tibor berdim va sizni kuzatdim. So'zlarni yodlab olish qobiliyati sizda kuchli ekan. She'rni ham tezda yodlaysizmi? Maktabda qaysi fanni ko'proq yaxshi ko'rgansiz? Adabiyotga qiziqish kuchli bo'lganmi? Adabiyotda yaxshi bo'ladimi shunday? Aha. Ja, yodlab qolish nimam xotiram juda oldin yaxshi edi. Hozir so'rab olaman. Hozir ham so'rab ketdim. Qiz so'zni boshi nima edi deb. Yordamchisiz. Ha. Adabiyotga qiziqaman. Maktabda qaysi fanga So'zlarni- ko'proq qiziqish bo'lgan? Maktab paytida jismon tarbiya, musiqa, mehnatdan dars bo'lardi, domlamiz olib kirib dars o'tish ham emasdi-da. Sekin borib nimani chopinglar deyishardi haligi. Tashqarida. Ha, nima qilardi? Mehnat darsi. Mehnat darsi. Endi bola bo'lganmiz baribir bir ikki ko'ray o'ynasak shu bilan ketdi stadionga. Efirimizda o'qituvchilarimiz ko'rayotgan bo'lsa kerak, to'g'rimi? Qo'qonni yarmi ko'ryapti hozir. Ha. O'qituvchilarimiz ham ko'ryapti. O'sha paytda o'qituvchilaringiz taxmin qilganmi? Sen kelajakda xonanda bo'lasan yo hech kim aytmaganmi? Qilishgan. Aytishganmi yoki? Maktabda sho'xliklar bo'lganmi? Qo'shiq aytib, partalarni urib. Ha, juda. Bizdan keyin endi sho'xliklar u paytlarida. Agar ko'rib turishgan bo'lsa, bilishadi o'zi biz qanaqa Birinchi bo'lganimizni. o'qituvchisiz. Men darsda kechga qolib kelsak, yo'masa o'rtoqlar bilan o'ynab kelsak, qo'shiq aytsa keyin o'tiradi deyshadi. Sizni. Ha. Bizni o'zimiz ham mahallamizdan ustozim Oyshaxon opoy hozir pensiyaga chiqib ketishgan. O'sha paytda juda jo'ratib kuydirganmiz ustozimizni ham. Ashula ayttirib keyin o'tirgishardi. Qaysi ashulani aytgansiz o'sha paytda? Endi u paytda haligi ashulalar bo'lardi. 70 yulduz yog'ilib, yarim oycha bo'la olmas. O'shalar yodlarimda bilardim. Ey aziz yurtim. Shahzod guruhi. Ha, Shahzod. Seni kuylayman. Keling hozir o'sha eng oxirgi ishlaringizdan, kliplaringizdan biri bu Ra'no bo'ldi. Hozir Ra'noni jichcha niqasi bordi. kamchiligi bor. Yo'q, kamchilikdan ham chol yurmaganmiz uni. Ha, bo'ldi. To'ylarda Demak, aytmaganmiz. cholib yurgan qo'shiqlaringizdan birini taqdim eting, marhamat. Ya, Ra'noni to'r qator bo'lsa ham prost shunday. Xirgoya. Muxlislar uchun shuncha gapirib qo'ydik. Keyin boshqa qo'shiqqa o'tib ketasiz. To'liq emas. To'libasmi? Ajralishdik tamam 20 yoshda. Shundan so'ng g'urbatdan bo'shaganim yo'q. 40mi, 50mi turmaydi boshda. 20dan keyin yashaganim yo'q. Kun sayin tiyiqsiz sizlar yanada. Qanday his bo'lardi ruhsiz tanada. Barchasi to'xtagan o'sha sanada. 20dan keyin yashaganim. Ra'no, ey Ra'no, Ra'no, ey Ra'no, Ra'no, ey Ra'no, Ra'no, ey Ra'no. Bo'ydoqlikka o'tib ketaylik. Bo'ydoqlikka. Hayır endi bo'ydoqlik, hayır endi tar ko'cha, hayır endi oy chiqqan ey, o'sha qizcha bor ko'cha. Hayır endi bo'ydoqlik, hayır endi tar ko'cha, hayır endi oy chiqqan ey, o'sha qizcha bor ko'cha. Oradan o'tdi yillar, aynasiga zar bo'ldim. Hayır endi bo'ydoqliga bitta qizga yor bo'ldim. Hayır
bedam kechalar alham yutdim qanchalar qayer endi bo'ydoqligi yuragimda kechalar qayer endi bo'ydoqlik yuragimda kechalar sevmagan edi sizni hech bir bandasi bizcha qayer endi kuydirgichi bor qizcha uylanish qanday mansa adirlar lolali kapalak quvib yurgandek qayer senga bolalik qadam basmayman endi o'sha tanish ko'chaga bor mehrimni beraman onam topgan qizchaga qayer endi bo'ydoqlik qayer endi tor ko'cha tunda itlar quvlagan o'sha qizcha bor ko'cha tunda itlar quvlagan o'sha qizcha bor ko'cha Kamran endi bo'ldi bas hammasidan qutulding onang topgan qizchaga mana endi tutilding labi gilos ko'zi charas kulgulari soy qizlar mendan rozi bo'ling siz go'zallikka boy qizlar qayer endi bo'ydoqlik qayer endi tor ko'cha qayer endi o'sha qizcha bor ko'cha qayer endi bo'ydoqlik qayer endi tor ko'cha tunda itlar quvlagan o'sha qizcha bor ko'cha tunda itlar quvlagan o'sha qizcha bor ko'cha Bugun bo'ydoqliklar bilan xayrlashayotgan tomoshabinlarimizga atalgan qo'shiqni Jaloliddin Ahmadaliyev ijro etdi. Ertaga to'yi bo'layotgan yigitlarimizga ham aynan shu qo'shiq atalgan. Bu qo'shiqlar odatda xuddi o'sha yuragingiz tortgan narsani ijro qilishga qaraydi yoki buyurtma qo'shiqlar ham bo'ladimi Jaloliddin sizga? Buyurtma, mana shu mavzuda ijro qiling. U ko'p bo'ladi unaqa. Aha. Ijro qilasizmi yoki e'tibor bermaysizmi? Endi ko'payib ketsa ijro qilasizda endi. Bundayda o'ziz faqat xalq so'ray turgan narsasini aytaversangiz odamni hurmati tushib ketadi, siyqasi tushib ketadi. Lekin o'zingiznikini o'tkazalsangiz, Yurakdan chiqqan narsa. yurakdan chiqqan narsani ular eshitib qabul qilsa, u boshqa narsa. Hozir mana bugungi uchrashuvimizda kliplarga urg'u beryapmiz, lekin yana bitta narsaga urg'u bermoqchimiz. Musiqiy sayqal beruvchilarni ham qo'shiq yaratilishida hissasi katta bo'ladi. Sizni ijodkoringiz kim siz bilan ishlaydigan? Bu yerda hozir ko'rib turibdilar. Otabek aka Zokirov. Menga yozib turibdilar. To'g'ridan to'g'ri efir xos, to'g'rimi? Shu yetmasmidi, chiroylisan deb nomlangan qo'shiqlarni. Juda ko'pchilikni. Oydanmi yo nimadanmi? Marsdanmi? Otabek akam Zokirov zo'r qo'shiqlarni qilib beradilar har doim, aranjirovkalarni. Turkiyalarda bular juda bir zo'r ishlashadi. Turkiyalarda aniq instrumentlarni chaldirishadi. Ko'p qo'shamiz shu Turkiyada ko'p tayyor bo'ladi. Bunaqasi. Demo skeletlari. Uyingizda studiya bormi, yo'qmi? Bugun deyarli juda ko'pchilik xonandalarda mana shunaqa sharoit borda. Ko'proq o'zini xonadonida ijod qiladi. Endi baribir uyda darvoza ochiq bo'ladi, kelli-ketdi bo'ladi. Men qo'shningiz bo'lsa ham baribir sizni ko'rgisi keladi, siz bilan suhbat qilgisi keladi. Mana shunaqa paytda qo'shnilaringizga nima deb javob berasiz? Men bandman deb eshikni yopib qo'yasizmi yoki baribir qaysidir ma'noda javob berasiz? Har kuni o'zi ko'chada naqalarni sug'oraman, gullarim bor. Sug'orib turaman. Hovlida ko'rib turaman. O'rganib ketishga endi haligi. O'sha ular uchun o'sha Jalolmanda. Oddiy Jaloliddin. O'rtalarim uchun oddiy Jalolmanda. Nima deysiz ularga? Men falonchi kunchiman. Endi demaysiz-ku.
Yo'q, baribir Shu endi billa katta bo'lgan. bugun shu sizni tajriba. ko'pchilik taniydi. Ilgari tanimagan bo'lishi mumkin. Ilgari, lekin bugun deyarli ko'pchilik taniydi sizni. Tojikiston, Qirg'iziston, xorijga chiqish, konsert berish rejangizda bormi? Yaqinda keldik o'zi. Qayerdan? Rossiyadan keldik. Rossiyadan keldik. Qanday kutib olishdilar? Yaxshi. O'zimizga joy-ku. Ha, zo'r. 4 ta joyda konsert berdik. Aha. Keldik. Noldan shunaqa bor kelganda. Endi biz uzoq chiqqanimiz shu Rossiya bu. Endi konsertdan keyin xudo xolasa Amerikaga. Amerika Qo'shma Shtatlari. Ya'ni konsert berish. Konsert berish. Maxsus programma bilan. Albatta. Tayyorgarlik xuddi o'sha yerda bo'lgandek bo'ladimi yoki bu yerga boshqacha yondashasizmi? Yo'q, endi o'shada endi. O'sha programma, o'sha dastur. Yo'q, endi o'sha programma, o'sha dastur bas. Har bitta joyga borsak, boshqa har xil qo'shiqlar aytamiz. Demoqchiman, tayyorgarlik o'shada. Bahodir aka, konsert 4 yil davomida beryapti. Bu yil 5-simi? Nechinchisi bu yil hisob bo'yicha? 5-si. 4 yil davomida Jaloliddin o'zi faqat sahnada bo'lgan, to'g'rimi? Ijroda. Raqqosalar bo'lmagan. Yo'q, bo'lgan. Bo'lgan. Bu yil ham konsertga nima yangilik kiradi? Tomoshabinga shu haqida biroz yangilik ma'lumot beraylik. Nima bilan lol qoldirasiz rejissyor sifatida? Mayli, Jaloliddin keladi, o'zini hit qo'shiqlarini aytadi. Baribir rejissyorning o'zini ko'rishi bo'lish kerak, o'zini nigohi bo'lish kerak. Endi konsertdan oldin hozir aytsa qiziq ham qoladi. Hamma ijodkor shuni konsertdan oldin aytsam hech kim kelmaydi Biz dedi. aytaveramiz aka. Aytaveramiz. Bizning konsertimizda bu yil videoshi yo'q. Boshlovchi yo'q. Yo'q. O'ziz Boshidan boshqarasiz. oxirigacha o'sha 30 ta bo'ladi mashullar, Aha. 35 ta bo'ladi mashullar. Oxirigacha nimaga endi Yevropani san'atkorlari qiladi-yu, biz qilolmaymiz shu. To'g'ri. Haqiqatan Ularda qo'lingizdan videoshi yo'q. keladi. Boshlovchilar yo'q haqiqatan. O'zi chiqadi. Bizda ham bu Boshdan oxirigacha o'zi boshqarib yangilik chiqadi. ko'raylikchi, qani kimlar, balki yana kimlardir ergashar shunga. Kiyim alishtirmaysiz. Ha? Kiyim Yo'q, almashtiriladi. Misol uchun o'rtada bir sozandalar. bor, ashula aytib turadigan. Shunda bitta almashtirib chiqishi mumkin, lekin imidi kimdir palonchi Pukunchiyev deb chaqirib bermasa yo'q. Yo'q, yomon fikr emas-da bu. Yaxshilikda. To'g'ri fikr ham bu. Bu videochilarga hech qanaqa qarshiligim yo'q. Men faqat o'zim xohlaganim uchun shu narsani. Shu sal ko'proq bo'ladi konsert. O'rtada uzoq cho'zilmaydi, boshqa bo'lmaydi. Misol uchun Tomoshabin zerikmaydi. Tomoshabin zerikmaydi. Yo'q. Ijodingizda duet qo'shiqlari yo'q. Yo'q. Nima uchun? Duet aytishni xushlamaysizmi? Yo'q, nimaga? Yo'q, bor bitta naqa Zo'r TVda naqaga berilgan. Loyiha bo'lganda. Yo'q, loyiha emas, serialiga Aha. soundtrack qilganmiz. Aha. Saida Saidbekova bilan shu soundtrack maqsadida shu nima faqat serial uchun qilingan bu narsa. Lekin Munisa Rizayeva bilan tugaydi. ha, u cover. Yetmasmi bilan Yetmasmi? Yo'q, yetmasmida, yo'q. Cover. Shunaqa bo'lgan. Hozir mana o'zingiz serial haqida gap ochdingiz. Baribir yaxshi ijodkorga rejissyorlar murojaat qiladi-da. Sizga ham murojaat bo'ldimi? Kinoda o'ynash, serialda o'ynash. Ha, bo'lgan. Nima kulyapsizlar? Ana qiziqarli bo'lganmi deyman. Bo'lgani ham haligi nimadan keyin bo'lgan. Shungacha bo'lmagan lekin. Aha. Chunki men serial, kino, boshqa va undan tashqari nimalardir reklama qilmayman. Umuman. Rad javobini berasiz. Ha, berganman, shu paytgacha berib kelganman. Bir marta shu ustoz san'atkor shu Botir aka Qodirov bilan bir marta shu bitta qurilishda reklama qilganmiz. Uni tan olaman, lekin ungacha biror marta qilmaganman. O'shanda serial, kinolarga ham taklif qilsa chiqmaganman. Bo'lgan boshida qaysidir bir o'zimizni tomonda bo'lganmi? Demak, takliflar bo'lgan. Ha, o'zimiz vodiyni qaysidir bir kanaliga bo'lganmi, qanaqadir bo'lgan. Endi hozirgisi bo'lgani bitta dardim faqat mol dunyo degan ashulab chiqdi, o'zim o'ynadim. O'ziz ha. O'shandan keyin real voqea asosida. Rad javobini berdingizmi? Ha, endi men aktyor emasman-ku. Hozir aktyorlar bo'lmagan aktyorlar ish qilyapti, mana aktyorlarni. Aktyorlar ashula aytyapti. Ashula aytyapti, to'g'rimi? Mana bular o'ynatyapti. Endi aktyorlarni ishlash yaxshiroq, osonroqda. Xo'p. Chiqarib bera oladi. Chiqarib bera oladi. Lekin men ashulachini o'zi ham baribir Wikipediyasida ham qoladi. Rol ijro qilsa yaxshi deb o'ylayman kinoda. Masalan, bizning yoshligimiz muhabbat sinovlari bilan o'tdi. Masalan, Samandar Hamroqulovlar ham aktyor, xonanda sifatida, Mansuralar zo'r o'tganda yoshligim. Men o'sha menga shou biznesni zo'r qilib berishgan o'shanda xonandalar. Xonandalarni, aktyorlar emas, xonandalarni. Hop, mana sizga imkoniyat berilsa, misol uchun Jaloliddinni birinchi qadamlaridan boshlab bugungi faoliyatini olib borish kino haqida qila olasizmi shu narsani? 100% qila olirdim.
O'zini o'zlarini o'ynatib. hayotlarini anaqa kino qilish kerak bo'lsa undan ham zo'r taklif berdingiz. Kutmovdim, hozir bu taklif zo'r bo'lardi, qilish kerak va alohida haqiqiy badiiy filmda ham o'ynasalar men jondirdim. O'zim olardim o'sha filmga agar o'ynasalar. Tayyor rejissyor. Ana kliplarida endi o'zini qo'shiqlari bor-ku, janrlari. O'sha o'zini holatida yurib, masalan, O'ynab voqeada unaqa nima deydi, aynan bir voqeaga asoslangan sujetni emas u. Shunaqa holatlar bilan nima qilsa, zo'r chiqadi. Jalolni ko'rganman bir ikkita kliplarida ham. Hozir Jalol eng bitta yana yutuq tomoni bizga kassa hamda filmda o'ynasa, bannerda Jalol Ahmadaliyev turgan bo'lsa, filmda o'ynamagan bo'ladi-yu. Hozir filmlar ko'rmayapti u yoq degan mavzuni chetga surishga katta yordam berardi agar filmda o'ynasa. Mana shu tug'ilayotgan g'oya. Chunki bannerda turibdi, o'yla. Bir ikki oy to'y xizmatlari. Lekin unisi bor, to'yga bormay turish kerak. Bir yil olasiz o'zi ham aka. Ya, bemalol o'ynatamiz. Har bir ishlaringizni reja asosida qilasizmi yo to'satdan bir yil oldin reja qilasizmi? Ba'zi reja bilan, ba'zida to'satdan. Bir yil rejam bor, hozirgi kunda bir yil rejam. To'ydiki. Yo, umuman to'y ijodingiz reja bilan bo'ladimi yoki rejasizmi? Masalan, to'ylarimiz reja bilan. Reja bilan hamki, bir oy yo'msa 2 oy oldin aytish kerak to'yga. Lekin o'zimiz bir kun oldin bilamiz to'yimizni. Qayerda borligini. Ayniqsa akam. Siz qayerga borishingizni bilmaysiz. Yo, biladiganim ham bor, bilmaydiganim ham bor-da. Ertaga o'zim ukam to'y oladi. Ertaga mana bu yerdan to'y, sir bo'lishini to'y ham chiqib qoladi-da. Mana bu yerda to'y qo'yaman, baxtliroqqa. O'zim misol uchun kechqurun 6 ga to'y bo'ladigan bo'lsa, bizdan endi Marg'ilon taraflarida, Andijon taraflarida vaqtli to'y bo'ladigan kunlar ham joylar ham bor. Kunduzi ham bo'ladi. Ertalab ham bo'ladi. Olib qo'yganman deydi. Endi men-ku mayli, endi akamlar ba'zilar ishlar rejalashtirib qo'ygan bo'lsa, qoladi endi iloji yo'q. Charchagan paytlaringiz bo'ladimi? Charchadim, bormayman mana shu xizmatga degan paytlaringiz bo'ladimi? Bo'ladimi, bo'lmaydimi? To'g'risini aytinglar. Va hammasiga boradilarmi? Yo'q. Ba'zida inson zoti baribir charchaydi-da. Dam olish kerak. Qaysidir nimada bizda bundayda. Toshkent bilan Vodiyni to'ylarini farqi bor. Qanday desangiz, bu yerda kirib 4 ta 5 ta aytadigan bo'lsangiz, to'g'ri. Bizda salkam 1 soat to'yda ashula aytasiz. Endi bu yerda haligi san'atkorlar aytadi-ku, bugun 13 ta to'yga kirdim, 14 ta to'yga kirdim deydi-ku. Birovga. Biz uni o'ynab kulib kirib qo'yamiz-da agar o'shanaqa to'y bo'lsa. 4 ta qo'shiq bilan kirib chiqadigan bo'lsangiz. Bizki Vodiyda Farg'onaga, Farg'onadan Andijonga, Andijondan Namanganga shunaqa qilib o'tib yurasiz. Har bittasi 1 soatdan ashula. Ham jonli ijro. Bu yerda ham Toshkentda unaqa emas. To'g'ri. Oralatib kiraveramiz. Shuni sababidan qiyinchilik bo'ladi, charchab qolamiz. To'g'ri. Yo'l charchatadi bizni ko'proq. Har bir narsani boshi bor, o'rtasi bor va oxiri bor. Aynan bizning dasturimizga ajratilgan vaqt ham asta-sekinlik bilan o'z poyoniga yetib bormoqda. Endi Ikromali, biz bilan o'tgan daqiqalaringiz qanchalik maroqli bo'ldi? Zo'r bo'ldi. O'zi men bu ko'rsatuv sizga oldin ham aytganman, menga yoqadi. Sababi boshlovchi bitta. Bir xil ko'rsatuvlarga boramiz, 4 ta 5 ta boshlovchi, miyamiz charchab ketadi va eng asosiysi Jaloliddinni ko'rmaganimga ancha bo'ldi. Bu zo'r bo'ldi va Shuhrat akam bilan yonma-yon o'tirib hayotda bunchalik ko'p gaplashmaganmiz. Hozir bugun ko'p gaplashdik deb o'ylayapsiz. 2 soat vaqt oralig'ida men maza qilib gaplashdim Shuhrat akam bilan, hamkasbim baribir. Maza qildim. O'shanga Jaloliddinning ijodiga omad, bari asosiy Jaloliddinning kechasi. Biz ham iltimos qilamiz. Menga Otabek Muhammad Zohid aytganlar, bu sohadan nafaqaga chiqmaydi deb. Biz ham Jaloliddinga iltimos qilamiz, nafaqaga chiqmasin, bu sohadan xalqimizni yaxshi kunlarda xizmat qilib yursin. Shuhrat, marhamat. Men juda ham xursandman. To'g'risi Ikromni kutmagandim. Ikromni mana hozir aytdi, to'g'ri, ancha suhbatlashdik ijod borasida. Albatta bu Jaloliddin sababchi, bugungi mehmon shu ko'rsatuvda. Men juda ham xursandman. Hozir Navo kanalida shunaqangi bir yaxshi ko'rsatuvlar bo'lib, mana yaxshi san'atkorlarimiz kelib, mana shu hissasini qo'shayotganidan muxlislarimiz uchun. Uzr, Shuhrat akam qulog'imga yetdilar-da. Navo kanalini juda yangi renessansi boshlandi shu kunlarda dedilar. Xush kelibsiz ko'rsatuv, badiiy kengash, 24 ga 7 juda yangi loyihalar boshladilar. Nasriddin akamni o'g'az qulog'imga yetib turadilar-da. Endi o'zim ham shu Navo kanalida shu yerda bir xodimi, bo'lakchasi. Xodimimman, ishlayman. Jaloliddingizga rahmat. Yo'q demasdan taklifimizni rad etmadilar. Taklifimizni rad etmadingiz. Sizni ijodingizni hurmat qilamiz, qo'shiqlaringizni eshitamiz. Bahodir aka, marhamat. Ancha xursand bo'ldik.
o'zi haqiqatdan 1 yil bo'ldi ko'rishmaganimizga. 1 yil. Telefonlashdik. Nahotki 1 yildan beri ko'rishganingiz Yo'q, yo'qmi? telefonda gaplashamiz, hali didorlashib. ko'rishganimiz kechada ekan. Biz shu mana bugun ko'p 1 yildan beri ko'rishmagan o'sha qadrdonlarimizni ko'rib, hammani bu ko'rsatuvda ham o'sha ko'p narsani bir eslab oldik, nima qildik. Xursandmiz Navo kanaliga, kelgusi ishlariga ham Rahmat. omad tilayman, sizga ham Rahmat, ishlaringizga Bahor aka. rivoj tilayman. Jaloliddinni ijodiga barkamollik har doim. Mana shunaqa charchamasin. Akamda zo'r odatlari bor-da. Falon narsaga pulagan, pul narsaga pulagan deb chiqishadi-da. E'tibor bermay biz ishimizni qilib ketaveramiz. Keyin anchadan keyin nima haligini to'lab qo'ydim deb kelishadi-da. Shu odatlarni yaxshi ko'rasizmi? Hamma san'atkorlar shunday qiladi. Keyin nima bo'layotganini sizlar bilmaysizlar, biz bilamiz xalqlar do'stligi saroyida bu kishidan o'tayotgan ichidagi gaplarni. Jaloliddin, avvalambor tashrif uchun sizga katta rahmat. Salomat bo'ling. Ijodingizga faqat omadlar tilab qolamiz. To'g'risini aytganda, men sizni g'oyibona bilardim. Mana bugun yuzma-yuz tanishdik. Samimiy inson ekanligingizga o'zim amin bo'ldim. Haqiqatan ham ijro etgan qo'shiqlaringiz tomoshabinlarni qalbiga, yuragiga yetib boryapti va keyinchalik ham mana shu siz tomonidan ijro etgan qo'shiqlar o'sha tomoshabinning qalbiga borsin va qo'shiqlaringiz men xohlardimki umrboqiy bo'lsin. Bir martalik emas, bugun eshitdi, keyin yo'q emas. Bir umr mana shu qo'shiqlar bizning tomoshabinlarimizga hamroh bo'lsin. Ijodingizga omad. Kamina siz bilan xayrlashadi. Albatta, dasturimiz so'ngida kuylash navbatini yana bugungi mehmonimizga beramiz. Endi qaysi qo'shiqni ijro qiladilar bular o'zlari bilishadi. Sozandalar, sizlarga ham katta rahmat. Ijodlaringizga faqat omadlar tilab qolaman. Xonandani xonanda qiladigan va uni ishini yuzaga chiqaradigan albatta bu sozandalar bo'ladi. Faqat xonandani o'zi emas, chunki sizlarning ham mehnatlaringiz bor. Sizlar yaxshi ishlasanglar, yaxshi o'sha o'zimizni musiqiy asboblarni chalib bera olsanglar, demak xonanda yuragidagi dardlarini chiqarib beradi. Sizlarga ham katta rahmat. O'ylaymanki, zerikib qolmadinglar, to'g'rimi? Navo telekanalidan sizni ijodingizga bog'liq nima yordam kerak bo'lsa, bemalol siz uchun Navo telekanalining darvozalari ochiq. Kuylash navbatingizga xayr, salomat bo'ling. Aytolmayin sevgisin dil izharida, yashirib pak tuyg'ulardan topganini kim ko'ribdi taqdirning bu anhorida. Oqib ketgan suvlar ortga qaytganini, umidlanib orzularim quchog'ida yonar hanuz saroblarning o'chog'ida. Biz tomonda to'ylar o'tdi xo'p davomlik, hamon mendan sovch kutar qiz qo'qonlik. To'ylar o'tdi biz tomonda xo'p davomlik, to'ylar o'tdi sarpa keldi zar cho'ponlik. Xo'p yomonlik qildim men, xo'p yomonlik, hamon mendan sovch kutar qiz qo'qonlik. Sodda edi so'zlarimga ishongandi, ko'nglida men borman deya quvongandi. Men ku sevgi ko'yida hech yonmagandim, u yonganda sevgi deya u yongandi. Endi uning orzulari ro'yobi kech, ayting barcha haqiqatni kutmasin hech. Ishontirib qo'yganmidik gumonlik, hamon mendan sovch kutar qiz qo'qonlik. To'ylar o'tdi biz tomonda xo'p davomlik, to'ylar o'tdi sarpa keldi zar cho'ponlik. Xo'p yomonlik
qildim men xo'p yomonlik hamon mendan sovch kutar qiz qo'qonlik istemedim köylüde ko'p qolishimni u aytmagan men aytganman nolishimni sovchilarni qaytararmish umid bilan kutarmish hamon meni taqdir ekan ikkimizni otdi ayra bu yakundir ya intiho yoki inhor biz hamonga kuldi ush zabanlik hamon mendan sovch kutar qiz qo'qonlik senga doim tilayman sog'lik omonlik peshonangga bitilsin yor qo'qonlik